Rivoyat qilishlaricha kunlarning birida Musa alayhissalom yo'lda ketayotib bir cho'ponga duch keldilar. Cho'pon ovozini xiyol ko'tarib bunday deyotgan ekan: "Ey Parvardigorim, qayerdasan? Senga qul bo'lay, qurbon bo'lay. Chorig'ingni tikay, sochingni taray, kiyimingni yuvay. Ey buyuk Parvardigorim, senga yangi sog'ilgan sut tortiq qilay. Hamma echkilarim senga qurbon bo'lsin." Cho'ponning bu gaplarini eshitgan Hazrati Musa alayhissalom cho'pondan so'radilar: "Kim bilan gaplashyapsan?" "Yer va ko'kni yaratgan Alloh bilan", deb javob berdi cho'pon. Musa alayhissalom esa: "Bu gaplaring noto'g'ri. Axir Alloh inson emas-ku, u bilan bunday tarzda gaplashsang", deb cho'ponga tanbeh berdilar. Tanbehdan cho'ponning ko'zi qorong'i bo'lib ketdi. Nima qilarini bilmay oxurganicha boshini olib cho'llarga chiqib ketdi. Ittifoqo bir muddat o'tgach Hazrati Musoga Alloh taolodan shunday xitob keldi: "Ey Muso, sening vazifang insonlarni bizdan uzoqlashtirishmi yoki bizga yaqinlashtirishmi? Nega u samimiy bandamizni bizdan ayirding? Biz so'zga, tilga boqmaymiz, ko'ngilga, holga qaraymiz", degan ovoz keldi. Shundan so'ng Muso alayhissalom cho'lga borib cho'ponni izlab topdilar va unga xushxabarni yetkazdilar va Parvardigorga xohlaganicha xitob qilishi mumkinligini ham ma'lum qildilar.